Shu yangi chiqayotgan MCM Cobalt'da bo'layotgan muammolardan bittasini bartaraf qilib berganmiz. Shu o'zini monitori bor, lekin zadniy ko'rganda orqani ko'rsatmaydi bu. Biz bunga Riba Glass kameralar ustunovka qilib orqani mana ko'rsatish. Oxirgi yurayotganda qulay bo'lishi uchun monitorlarga kameralar ulab berganmiz. O'zi multimedia hamma narsasi bor edi. Salon laminatsiya qilingan, shu detalli ichib orqalariga qaytirib, salon podsvetka o'zi osvesheniyasi oq buni, multimedia shu hamma narsasi oq bo'lgani uchun eshik yuruvchiga oyna knopkalarni shu farani yoqqanda oq yonadigan qilib, bemalol qora yarki qilib ishlatsa bo'ladigan qilib berganmiz. Oyoq teglarini, podsvetkalarini qilib berganmiz. Aytayotganimizdek salon laminatsiya detalli ichib orqalariga qaytirib, kuzov parod biron yopishtirilgan, oyoq tegani qirilib chizilib ketmasligi uchun pultdan qoplaganda oyna ko'tariladigan blok, issiq kiradigan joylari germetik qilingan, orqa polsfet tonirovka. Mana bu signal mana shunaqa kerak bo'ladigan elektronik ishlarni bitirib o'kamizga tayyor qilib qo'yganmiz. Bu monitorga kamera ustunovka qilinayotganda kamera o'zi shunday ulanmaydi, proshivka qilinadi. Kompyuterga proshivka yozish kerak. Shu sababdan narx-navosi ozgina qimmatroq. Kameraning ham har xil sifatlilari bor. Hozirgi kunda $30 dan $60 gacha har xil kamera bor. Bemalol murojaat qilib kelsanglar, ustunovkalar bilan qilib beramiz. Xizmatdamiz. Joningiz sog' bo'lsin.